Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz ko'ruvchilar, men Abduvali Tursun, Aqsu shahri Qartal bozoridan. Men ota-onam, uqullarim va do'stlarim to'g'risida Xitoy zulmi qarshi ularga guvoh bo'lmoqchi. Bu mening otam Tursun Qurbon. U masjidning imomi va shundaqla yozli, kuzlik nashiflarni to'plab qishliq muz ishlatiga silib birinchi, ikkinchi oylarda bozor ochadigan tijoratchi. Atamni Xitoylar 2017'da 5-oyda kirishda muhim ish bor deb chaqirgan peti yo'q qildi. Hech qanday xabari yo'q. Ne sababini tutdi bilmadim. Balkim uning sababi ikkimizning chet elda o'qishimiz bo'lishi mumkin. Va bu mening apam Fatigul Yunus, u Qashqar shahri, Qashqar viloyati Yakan shahri Elishqi bozoridan. Va bu suratga bo'lsa singlim Mukarram Tursun va qarindoshim Habibullah Tursun. 2 kishi bo'ldi. Hech qanday xabari yo'q. Va shundaqla Saudiya Arabistonda bo'lgan savodoshlarim va do'stlarim bor. Ular Abdusalom Turg'un, Elyor Aziz va Qahramon Qadirdan va Nurahmat Adil va Rustam qatoriqlar. Ular 2015, 2016 va 2017'da qish ta'tilida vatandan chiqib ketgan. Shubhati hech qanday xabari yo'q. Ular ne kunlarni ko'rayotdi bilmayman. Alloh asoqchilik bersin. Va shundaqla deydig'ini o'zini men vijdon egisi deb tunaydigan har qaysi davlat, tashkilot va vakillar biz Sharq Turkistonlikning yana kelsin. Biz Sharq Turkistonliklarni Sharq Turkiston ko'tarsin. Xitoy yushirayotgan shu zulmlarni biz ko'z qo'yli. Bizning ota-onamiz, do'stlarimiz, qarindoshlarimiz nerede? Ular bizni teppasin. Xitoy buni nima deb yushiryotdi va o'zining yaqin davlatlaridagi muxbirlar kirib o'z hozirlik qilayotgan yerlarni kameraga olib taqtotdi. Bu albatta saxta, yolg'on. Bizni ko'tarsin, biz Sharq Turkistonliklarga. Sharq Turkiston bizni ko'tarsin, biz ko'z qo'yli ular zulmlarni. Ota-onamiz, qarindoshlarimiz nerede zodi?